Çoxum eringiz bilmesi bo'lmaydigan kral remote qilish bilimlari. Birinchi kralni ilqimda taqir-tuqir ovoz qilib qanday qilish kerak? Avval ichidagi kir yuvish to'ngining bo'shab qolgan yoki bo'shab qolmaganligini tekshirib boqamiz. Agar bo'shab qolgan bo'lsa, ostidagi tutib turadigan lo'si bo'shab qoldi degan gap. Bu vaqtda bu yumaloq to'lqin taxsini chiqarib, ostidagi tutib turadigan lo'sini chinitib qo'ysangizlar bo'ladi. Ikkinchi kralning suv quyilishi osti bo'lsa qanday qilish kerak? Avval chetalik jo'makni itib o'tamiz. Ondan kral tarafdagi suv kirish guvanisini chiqarib, ichidagi suzgichni chiqarsangiz, buni cho'qim maynat narsalar to'sib oldi. Buni faqat pokis suvda pokis tozalavatgandan joyiga sepib qo'ysangizlar bo'ladi. Uchinchi, avval tok simini ajratib o'tamiz. Ondan to'rt tarafdagi qopqoqni tutib turadigan lo'sini bo'shatib, ustidagi qopqoqni ajratib olamiz. Boshqa vaqtda cho'qim ikki tarafdagi suv guvanizlariga, tok yo'llariga cho'qim diqqat qiling. Ondan ustidagi tamponli qopqoqni ajratib elib, ondan ichidagi yumaloq to'lqin taxsini ajratib elib olamiz. Ondan bu yerdagi tutib turadigan lo'sini bo'shatib elib o'tamiz. Ondan kir yuvish to'ngini chiqarib o'tamiz. Mana qaraydigan bo'lsak, nurg'un kirlar ham bakteriyalar yig'ilib ketibdi. Ularni pokis tozalab joyiga sepib qo'ygandan keyin kralgingiz xuddi zavod asli qaytarib o'tgandek shunchalik bir xil rahat bo'lib ketadi. Erlaringizning qo'lig'ini tortib, cho'qim mushunda bir tozalatib o'ting. Kralgingizni yana 10 yil uzun ishlata olasiz. Yoqtirgan bo'lsangiz meni qo'shilib burun filmlarimni ko'rib beqing. Har kun mushunda yangi mazmunlar yo'llanib turdi.